Jahongir eshitishim bo'yicha yangi biznes boshlayapsiz. Qanaqa biznes u? Biz yangi boshlagan biznesimiz belgiyskiy vafli hamda fond uyushtirilganini tayyorlashni o'rgatamiz. Juda yaxshi. Kimlarga asosan? Kafe, restoran va kofe sotish nuqtalari uchun. Demak shu faoliyat bilan shug'ullanadiganlar uchun, Albatta. masofasidan qat'iy nazar borib o'rgatib bera olasizmi? O'zbekiston Respublikasi bo'ylab SNG davlatlariga ham boramiz, o'rgatamiz. Xarajati taxminan necha pullarga tushishi mumkin tadbirkorlar? Xarajati masofaga qarab kelishamiz, juda ham qimmat emas. Yangi yo'nalish uchun juda ham katta pul talab qilmaydigan darajaga keltirib qo'yganmiz. Demak siz borib o'sha biznes egasini qaysidir lavozimdagi xodimini siz o'rgatib, tayyorlab berasiz, ya'ni mutaxassis qilib berasiz, to'g'ri? Albatta. Bu soha necha kunlar vaqt ketishi mumkin o'rganishga? Bu sohani o'rganish juda ham qiyin emas. Buni o'rganish uchun 1 kundan 3 kungacha vaqt talab qilinadi. Juda yaxshi. Anavi smslarni ham o'zlaringiz yetkazib berasizlar? Smslarni, ya'ni tayyor xamirlarni yetkazib beramiz. Agarda masofa uzoqlik qiladigan bo'lsa, retseptini o'rgatamiz. Retseptini o'rgatasizlar. Hurmatli tadbirkorlar, agar sizlar mana shu faoliyat bilan shug'ullansanglar, Jahongirga murojaat qilinglar. Mana pastdagi nomeriga aloqaga chiqib, to'liq ma'lumotlarni olsangiz bo'ladi.